Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bizani YouTube'da, Instagram, Telegramda kuzatayotgan dehqonlarimiz va pomidor ekuvchi pomidor shaydolari. Bugun 1-avgust 2025-yil Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan dalalardan bittasidamiz. Shu Sunnat ekan dalalari har doimgidek. Bu yerda mana ko'rib turgan palelaringlar hammasi 8158 nomerli Ro'zi Tamat duragayni videoga olgani, rasmga olgani kelganmiz. Bu duragayimiz 3-yil ekilyapti bu yerda. O'tgan yillari, undan oldingi yillari sinov tariqasida ekilgandi. Hozirgi kunga kelib polkommersiy, ya'ni o'sha yarim savdoga qo'yilish arafasida turibdi. O'sha asosida ekilgan pomidor duragaylari. Bu eslatib o'taman, 8158 duragayimiz Turkiya seleksiyasi. Turkiyani o'zi ko'pchilik hozir bunda ko'ryapti. O'sha pir tamatlar bo'yicha, shu 3 tamatlar bo'yicha hozir ancha bu lider bo'lib qoldi. Mana dehqonlarimiz shu yerda ekilgan joylarini qachon ekilgan, nima qilgan to'g'risida hozir gaplashamiz. 20-mayda ekilgan ko'chatlar, mana mashina hammasi 4 mingta berganmiz bu yoqqa ekish uchun. Xudo xolasa keyingi 26-yilga sotuvga qo'yiladi. Talilarida mana kasalliklar yo'q, ko'rib turganingizdek. Endi ozgina mana bu yerda quyosh issiqligi sababli ozgina urgan joylari bor. Lekin qo'rqinchli emas. Mana bu yiriklari 100 grammgacha ham bo'lar ekan. Ranglari mana uzunligini blesk rang hammasi bor. Mana kipriklari ham chiroyli.